Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Agar sizlar bu saytda yangi bo'lsangiz, birinchi bo'lib registratsiya va verifikatsiyadan o'tib qo'yishingiz kerak. Uni tushunmagan bo'lsangiz, bu haqida ham video qo'llanma bizning YouTube kanalimizda bor. Bemalol o'tib ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Demak, hamma narsani to'g'ri qilganingizdan keyin bemalol bu saytdan pul ishlasanglar bo'ladi. Pul kiritish, pul chiqarishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Demak, har doim biz hamma videorolikimizda texnik analiz qilamiz. Bugun sizlarga yana texnik analiz qilib, qanaqa сделкалар ochdik shularni tushuntirib beraman. Demak, bugungi videoda biz 1 minutlik emas, 3 minutlik yoki 5 minutlik сделкалар ochib pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, undan oldin biz birinchi bo'lib bozor holatini ko'rishimiz kerak. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda повышающий trend bor, bozor tepaga qarab harakatlanyapti. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, уровень сопротивлениyani yorib o'tib bir marta test qilgani kelgan va istoriyasini ko'rsak, bitta ikkita switch chalg'ituvchi holat bo'lgan va bozor yana tepaga qarab yurib ketgan. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, ikkita switch уже qizilga ochildi. Endi bizga bozor tepaga qarab yurib berish kerak. Kelinglar, shu yerda biz 3 daqiqaga bitta сделка ochdik. Bu сделкamiz plusga yopilsa, bizga $46 чистый прибыль olib keladi. Demak, сделка bo'limini ochamiz. сделкamiz yopilishiga 2 minut 40 sekund bor. Kelinglar, biz videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bizning birinchi сделкamiz yopilishiga 6 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopiladi, $46 чистый прибыль olib keladi. Demak, ko'rib turganingizdek, сделкamiz yopilgandan keyin bozor sekin pastga tushishni boshladi va balansimizda videoni boshida $953 bor edi, $999 qildik. Endi biz boshqa valyutni paraladagi holatni ko'rishimiz kerak. Demak, bu valyutni parada ham ko'rib turganingizdek, повышающий trend bozor tepaga qarab harakatlanyapti va hozirda koridor bo'yicha yurayotgan ekan. Bu valyutni parani biz o'tkazib olishimiz kerak. Mana bu yerda уже bozor sekin pastga qarab yurishni boshladi. Demak, mana shu liniyagacha bozor bizga yurib berish kerak. Demak, ko'rib turganingizdek, hozir pastga tushib bergan bitta switch bizga chalg'ituvchi switch bo'lishi mumkin, mana shu switch va undan keyin bozor yana bizga pastga qarab yurib ketish kerak. Demak, 3 minutlik biz pastga qarab сделка ochib qo'ydik. Agar bu switch bizga impuls bilan tepaga yurib bersa, biz teparodan yana bitta pastga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Aytib o'tgandek, bu ham bizga chalg'ituvchi bo'lishi mumkin. Demak, сделка bo'limini ochib kelinglar, bu valyutni paramizni natijasini ham kuzatamiz. Mana сделкamiz yopilishiga ko'rishingiz mumkin 5 soniya qoldi va impuls bilan tepaga qarab yurib berganda ko'rishingiz mumkin, bozor yana impuls bilan pastga yurib, bizning сделкamizni plusga yopib berdi. Biz yana $46 чистый прибыль qildik. Ya'ni ikkita сделкani orqasidan ko'rishingiz mumkin, почти $100 ga yaqin biz foyda qildik. $953 bor edi, $1045 qildik. Yana bitta ikkita xuddi shunaqa analiz qilib, biz сделкalarga kirib bemalol videoni stop qilsak bo'ladi. Ya'ni kuniga 50, 100, $200 ishlagandan keyin bemalol stop qilib biz targovli sessiyani, ya'ni bugungisini yakunlasak bo'ladi. Bu yerda yana biz pastga qarab сделка ochib qo'ydik bitta. Nega pastga qarab desanglar, bu yerda повышающий trend bo'lgan va ko'rishingiz mumkin, bozor ozgina koridor bo'yicha harakatlanib va o'zini strukturasini o'zgartirgan, понижающий trend bo'yicha harakatlanyapti. Ya'ni biz trend bo'yicha сделкаga kirdik, orada bunaqa bitta yoki ikkita switchlar ozgina tepaga qarab proboy qilib berishi mumkin, atkat qilib berishi mumkin. Undan keyin yana bozor o'zini strukturasi bo'yicha pastga qarab harakatlanadi. Agar 1 minutlik сделкаlar ochsak, biz mana shu yerda minusga kirishimiz mumkin. Ya'ni bunaqa switchlar ochilganda biz minusga kirib qolishimiz mumkin. Agar kattaroq time framelarda 3 minutlik, 5 minutlik сделкаlar ochsak, ko'rib turganingizdek, bizning сделкamiz baribir plusga yopiladi. O'shaning uchun agar sizlar bozorda yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib 1 minutlik emas, 3 minutlik, 5 minutlik сделкаlar ochishinglarni sizlarga tavsiya etaman. Bu yerda ham xuddi shunaqa holat, повышающий trend bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda сделкаlar ochgan bo'lsanglar, mana 1 minut, 2 minut, 3 minutga ochib, sizlar minusga kirib qolsanglar, agar kattaroq time framelarda ochsanglar, bemalol sizlar bu yerdan plusga kirib ketishingiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, bozor yana bizga pastga qarab yurib berib, yana sekin impuls bilan tepaga qarab yurishni boshlayapti. Bu ham bizga adashmasam chalg'ituvchi switch bo'ladi. Agar bu bizga hozir yana impuls bilan tepaga qarab yurib bersa, biz pastga qarab yana bitta сделка ochib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni buni страховка qilish maqsadida. Kelinglar, shu yerda yana biz 2 daqiqaga сделка ochib qo'yamiz pastga qaratib, chunki bu yerda bitta switch tepaga qarab yurib bergan va keyingilari pastga qarab yurib bergan, lekin bularda soya bo'lmagan. Ko'rib turganingizdek, bu mana soya qoldiryapti, ya'ni soya qoldirib yana pastga qarab yurib ketish ehtimoli katta. Kelinglar, biz сделка bo'limiga o'tib videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz.
Mana ko'rib turganingizdek bizani birinchi сделкamiz yopilishiga 5 soniya qoldi va bu сделкamiz ham bizga 100% plyusga yopilib berdi. Aytib o'tgandek 1 minutlik сделка ochganimizda biz mana bu switch chalg'ituvchi switch shunda biz minusga kirgan bo'lardik. Kattaroq ya'ni 3 minutlik сделка ochganimiz uchun bizani сделкamiz ko'rishingiz mumkin plyusga yopilib ketdi. Demak, keyingi сделкamiz yopilishiga ko'rib turganingizdek 15 soniya qoldi. U сделкamiz ham bizga скорее всего plyusga yopiladi. Demak, bu switch ham bizga chalg'ituvchi bo'lib berdi va bozor impuls bilan tepaga qarab yurib beryapti, lekin baribir bu сделкamizni bizga bozor plyusga yopib beradi. Ko'rishingiz mumkin bizga сделкamiz plyusga yopildi. Demak, biz bugungi videoda 4 ta сделкаga kirdik va 4 ta сделкamiz ham ko'rishingiz mumkin plyusga yopildi va bizani balansimizda $1137 bo'ldi. Demak, videoni boshida bizani balansimizda $953 bor edi. Sizlar bilan birgalikda bugungi targovli sessiyamizda $184 чистый прибыль qildik. Demak, xuddi shu tariqa o'zingizlar ham kirib bozorga analiz qilib pul ishlasanglar bo'ladi. Faqat azartga berilib ketmanglar va bunaqa liniyalarga teganda yoki trendlar bilan сделкаga kirishinglarni tavsiya etaman. O'shanda sizlar balansinglarni yaxshigina plyus qilib olishinglar mumkin. Agar sizlarga xuddi shunaqa taktika va strategiyalar ko'proq kerak bo'lsa, bizani YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu bizga keyingi videolarni chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlayverasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.